Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun juda muhim, har biringizga bevosita taalluqli bo'lgan yangilik haqida gaplashamiz. Yaqinda qabul qilingan va allaqachon kuchga kirgan yangi qonun hayotingizning ko'p jabhalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu ma'lumotni bilmaslik sizni katta muammolarga, ortiqcha xarajatlarga yoki hatto mulkingizni yo'qotish xavfiga duchor qilishi mumkin. Shuning uchun hozir aytadigan har bir so'zimni diqqat bilan tinglashingizni iltimos qilaman. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va videoga like bosing, chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz tufayli bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkaza olamiz. Bu siz uchun mutlaqo bepul, ammo kimdir uchun mulkini saqlab qolishga yordam beradi. Asosiy muammo: avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari mulkni, masalan, uy-joy yoki yer uchastkasini rasmiylashtirish jarayoni ko'pchilik uchun haqiqiy bosh og'rig'i edi. Tasavvur qiling, siz qishloqda yashaysiz, buyingizdan qolgan eski uy bor. U hech qachon qonuniy ravishda rasmiylashtirilmagan. Lekin unda necha avlod yashab kelgan. Yoki siz kichik do'kon ochmoqchisiz, lekin yillar oldin sotib olgan yer uchastkangizni kadastr hujjatlarida aks ettirishga ulgurmagansiz. Bunday holatlarda avvalgi tizimda sizni juda murakkab, vaqt talab qiluvchi va ba'zan korrupsion sxemalar kutardi. Mulkni rasmiylashtirish uchun bir nechta davlat idoralariga shaxsan borishga majbur edingiz. Kadastr agentligi, arxitektura bo'limi, soliq inspeksiyasi, tuman hokimligi va yana boshqa tashkilotlar. Har bir idorada navbatlar, turli hujjatlar to'plash zarurati, har xil ma'lumotnomalar talab qilinishi. Ko'pincha bir idoradan olingan hujjat boshqa idorada tan olinmasdi yoki uning amal qilish muddati tugagan bo'lardi. Masalan, siz yer uchastkangizga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatni olish uchun bir necha hafta kutardingiz. Keyin esa qurilish ruxsatini olish uchun arxitektura bo'limiga murojaat qilganingizda ular eski hujjat asosida berilgan ruxsatnomani qabul qilmasliklari mumkin edi. Chunki nizom o'zgaribdi. Tasavvur qiling. Siz poytaxtda yashaysiz va o'zingizning eski hovlingizda kichik bir qo'shimcha xona qurdingiz. Bu xonani kadastr hujjatlari kiritish uchun siz avval hokimlikka murojaat qilib, qurilishga ruxsatnoma olishingiz kerak edi. Garchi u allaqachon qurilgan bo'lsa ham, so'ngra texnik xulosaga ega bo'lish uchun arxitektura organlariga borardingiz. Keyin kadastr agentligining o'ziga borib, mutaxassisni chaqirish uchun ariza berardingiz. Bu jarayon har bir bosqichda kamida 1-2 hafta va ko'plab tashriflarni talab qilardi. Bu esa ayniqsa ishlaydigan odamlar uchun juda katta muammo edi. Ba'zan shaharsozlik normalarining doimiy o'zgarishi sababli bugun berilgan ruxsat ertaga yaroqsiz bo'lib qolardi. Bu jarayon nafaqat vaqtingizni, balki asablaringizni ham olardi. Odamlar muammoni hal qilish uchun norasmiy yo'llarga ham murojaat qilishga majbur bo'lishardi. Bu esa ortiqcha xarajatlarga va noqonuniy holatlarga olib kelardi. Ko'pchilik esa shunchaki qo'l siltab, mulkini rasmiylashtirmasdan yashayverardi. Chunki bu juda murakkab va qiyin tuyulardi. Natijada yillar davomida minglab mulklar kadastr bazasida aks etmasdan qolib ketgan. Ularni sotish, garovga qo'yish yoki meros qoldirish imkonsiz edi. Masalan, 2000 yil holatiga ko'ra aholi orasidagi mulklarning taxminan 3 metri rasmiylashtirilmagan edi. Bu ulkan raqam uzoq yillar davomida to'plangan muammoning ko'lami shuni ko'rsatadi. Bu esa odamlarning mulkka nisbatan huquqiy ishonchsizligini oshirardi va mulk bozorida shaffoflikni pasaytirardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Yangi qonun aynan shu muammolarni hal qilishga qaratilgan. Asosiy o'zgarish bu jarayonning sezilarli darajada soddalashuvi va raqamlashtirilishi. Endi siz ko'p hollarda uyingizdan chiqmasdan onlayn tarzda murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (YIDXP) orqali deyarli barcha ishlarni bajarish mumkin bo'ldi. Asosan yagona darcha tamoyili joriy etildi. Ya'ni siz faqat bitta joyga murojaat qilasiz. Qolgan barcha hujjatlar, ma'lumotlar idoralari elektron almashinuv orqali to'planadi. Endi siz idoradan idoraga yugurishga majbur emassiz. Bu qulaylik, shaffoflik va tezlikni ta'minlaydi. Bundan tashqari, qonun ilgari noqonuniy deb hisoblangan yoki umuman rasmiylashtirilmagan mulklarni qonuniylashtirish, legallashtirish uchun maxsus mexanizmlarni joriy etdi. Bu shuni anglatadiki, sizning buvingizdan qolgan uy yoki sizning kichik do'koningiz egallab turgan yer endi qonuniy maqomga ega bo'lishi mumkin. Buning uchun faqatgina belgilangan tartibda murojaat qilish kifoya. Bu juda katta imkoniyat. Chunki bu mulklarni nafaqat huquqiy jihatdan himoya qilish, balki ularni erkin tasarruf etish, sotish
garovga qo'yish, ijaraga berish yoki meros qoldirish imkonini beradi. Qisqasi, avvalgi qog'ozbozlik va nonliklar o'rniga endi bizda aniq, tezkor va raqamli tizim mavjud. Bu tizim sizning mulkingizni qonuniy hujjatlar bilan mustahkamlashga, uni iqtisodiy aylamaga kiritishga va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olishga yordam beradi. Birinchi asosiy qism, nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kimga kerak emas, keling. Yangi qonunning tafsilotlariga chuqurroq kirib boraylik va kimga nima qilish kerakligini aniq tushunib olaylik. Birinchi navbatda, bu qonun kimga taalluqli? Bu qonun mulkdorlarga, ya'ni uy, kvartira, yer uchastkasi, noturar joy binolari kabi ko'chmas mulkka egalik qiluvchi yoki egalik qilishni xohlovchi barcha fuqarolar va yuridik shaxslarga taalluqlidir. Agar sizda biron bir ko'chmas mulk bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Kim xavotirlanishi kerak? 1. Hujjatlari to'liq bo'lmaganlar yoki umuman yo'qlar. Agar sizning mulkingizga tegishli kadastr hujjatlaringiz yo'q bo'lsa, yo'qolgan bo'lsa, eskirgan bo'lsa yoki umuman rasmiylashtirilmagan bo'lsa, aynan siz xavotirlanishingiz kerak. Bu ayniqsa sobiq kolxoz sovxozlar yerlarda qurilgan uylar, buzilishga tushgan hududlarda joylashgan, ammo kadastr hujjatlari tozalanmagan mulklar yoki qishloq joylarda eski tartibda og'zaki kelishuvlar asosida qurilgan uylar uchun juda dolzarb. Masalan, Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida yashovchi fermer Akmal akani olaylik. Uning otasi 1940 yillarda uy qurgan, lekin hech qachon rasmiy ro'yxatdan o'tkazmagan, chunki o'sha paytda shart emas edi. Uyning atrofi devor bilan o'ralgan, unda oilasi bilan yashaydi, lekin qonuniy mulk hujjati yo'q. Hozir Akmal aka bu uyni o'z nomiga o'tkazmoqchi, lekin hech qanday hujjat yo'q. Avvallar bu Akmal aka uchun deyarli imkonsiz vazifa edi. Bu borada sudga murojaat qilib, guvohlarning ko'rsatmalariga tayanish, turli ekspertizalar o'tkazish talab qilinardi. Bu esa yillar davom etishi mumkin edi. Endi esa u osonlik bilan davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, belgilangan tartibda mulkni qonuniylashtirish imkoniyatiga ega. Bu unga faqatgina ma'lum bir miqdorda yig'im to'lash orqali uyni o'z nomiga rasmiylashtirish imkonini beradi. Avvalgi sud jarayonlari yoki uzoq yillik bürokratik kurashlarga hojat qolmaydi. Bu esa Akmal akaning mulkiga bo'lgan huquqini mustahkamlaydi va uni erkin tasarruf etishiga yo'l ochadi. 2. O'zgartirishlar kiritgan, lekin rasmiylashtirmaganlar. Siz uyingizga qo'shimcha xona qurdingizmi? Balkonda kengaytma qildingizmi? Yozgi oshxona soldingizmi? Yoki yer uchastkangiz chegarasini biroz o'zgartirganmisiz? Lekin bu o'zgarishlarni kadastrga kiritishni unutdingizmi? Bunday holatda ham sizga yangi qonun juda muhim. Misol uchun, Namangan shahridagi uy egasi Dilfuza opa o'z uyining hovlisiga choyxona va kichik do'koncha qurdirgan. U buni farzandlarining kelajagi uchun pul topish maqsadida qilgan. Bularni rasmiylashtirishga urinib, eski qoidalarga ko'ra juda ko'p eshiqqa borib qaytgan. Yana keling, falon hujjat yetishmaydi degan gaplarni eshitgan. Unga hattoki noqonuniy qurilish deb katta jarima bilan tahdid qilishgan. Yangi qonun unga davlat xizmatlari markazi orqali onlayn ariza topshirib, qurilgan inshootlarning o'lchamlarini qayta ro'yxatdan o'tkazish imkonini beradi. Agarda qurilishlar shaharsozlik normalariga zid bo'lmasa, misol uchun, yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilingan bo'lsa, sanitariya normalariga mos kelsa, u jarimani to'lab tez orada barchasini qonuniylashtirishi mumkin. Aks holda, o'zboshimchalik bilan qurilgan inshootlar sifatida sud qarori bilan buzib tashlash xavfi bor edi. Bu esa uning barcha mehnatini va sarmoyasini yo'qqa chiqarardi. Yer uchastkalaridan noqonuniy foydalanayotganlar. Agar siz davlatga tegishli yerni uzoq muddatdan beri egallab kelayotgan bo'lsangiz va unda bino qurgan bo'lsangiz, bu qonun sizga o'z olatingizni qonuniylashtirish uchun noyob imkoniyat beradi. Masalan, siz Toshkent viloyatining chekka qishloqlaridan birida yashaysiz va dehqonchilik qilish uchun qo'shni yer uchastkasining bir qismini egallab, unga kichik issiqxona qurib olgansiz. Bu yer davlatga tegishli bo'lib, sizga hech qanday hujjat asosida ajratilmagan. Avvalgi qonunlarga ko'ra, siz bu yer uchun jarimaga tortilishingiz yoki inshootingizni buzishga majbur bo'lishingiz mumkin edi. Yangi qonun sizga ma'lum shartlar asosida, agar bu yer umumiy foydalanishdagi yoki qo'riqlanadigan hudud bo'lmasa, bu yerga egalik huquqini rasmiylashtirish imkoniyatini beradi. Biroq bu yerda ma'lum shartlar va cheklovlar bor. Ular haqida keyinroq gaplashamiz. Kim xavotirlanishi kerak emas. Agar sizning barcha mulk hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, kadastr raqamingiz bo'lsa, mulk huquqini tasdiqlovchi guvohnomangiz bo'lsa,
va unda hech qanday o'zgartirish kiritmagan bo'lsangiz, aslida siz uchun hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Qonun sizning mavjud huquqlaringizni himoya qiladi va mustahkamlaydi. Faqatgina kelgusida biron bir operatsiya, sotish, garovga qo'yish qilishni reja qilganingizda yangi tartib qanchalik osonlashganini his qilasiz. Xolos. Masalan, Farg'onadagi o'qituvchi Aziza opa o'zining kvartirasini sotmoqchi. Uning hujjatlari doimo tartibli bo'lgan. Kadastr pasporti bor, eski texnik pasporti yangilangan. Endi u notarius orqali bitimni amalga oshirishda avvalgidek bir nechta idoralardan qo'shimcha ma'lumotnomalar, masalan, soliq qarzi yo'qligi haqida, doimiy yashash joyidan ma'lumotnoma yig'ishga hojat qolmaydi. Notariusning o'zi zarur ma'lumotlarni elektron tizim orqali kadastr agentligi bazasidan oladi. Bu esa bitimni tezroq va qulayroq yakunlash imkonini beradi. Uning kvartirasi bir necha soat ichida sotilishi mumkin. Avvalgi bir necha kun yoki haftalik kutishlar o'tmishda qoldi. Qonunning asosiy mexanizmlari va imkoniyatlari. Yangilangan qonunchilikda bir necha muhim yo'nalishlar mavjud. O'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalariga va o'zboshimchalik bilan qurilgan binolarga nisbatan amnistiya tamoyili joriy etilgan. Bu ma'lum bir sanagacha, odatda qonun kuchga kirgan sanagacha yoki undan bir necha yil oldin qurilgan yoki egallangan mulklarni ma'lum shartlar asosida qonuniylashtirish nazarda tutadi. Bunda sizga bir martalik yig'im to'lash orqali mulkni o'z nomingizga rasmiylashtirish imkoniyati beriladi. Lekin bu o'zboshimchalik doimo davom etishi mumkin degani emas. Bu belgilangan muddat ichida qonuniylashtirish uchun berilgan noyob imkoniyat. Misol uchun siz 2012 yilgacha bo'lgan davrda qishloq joyida o'zingizning uyining yonidagi bo'sh yerga kichik molxona qurgan edingiz. Bu yer hech qachon sizga ajratilmagan, lekin siz uni o'zlashtirgansiz va undan chorva mollari uchun foydalanib kelgansiz. Yangi qonun bo'yicha agar bu yer umumiy foydalanishdagi yerlarga, masalan, yo'l, park, elektr uzatish liniyalari muhofaza zonasi yoki boshqa birovning mulkiga daxl qilmasa, siz unga egalik huquqini rasmiylashtirishingiz mumkin. Buning uchun sizdan bir martalik yig'im olinadi. Uning miqdori yerning kadastr qiymatiga bog'liq bo'ladi. Toshkent shahridagi o'rtacha yer qiymati bilan hisoblaganda bu bir necha million so'm bo'lishi mumkin. Lekin bu sizga kelajakda katta muammolardan qutulish va mulkni to'liq tasarruf etish imkonini beradi. Aks holda bu molxona noqonuniy qurilish hisoblanib, buzishga majbur qilinishingiz mumkin edi. Mulkni rasmiylashtirish, jarayonni raqamlashtirish, yuqorida aytganimizdek, hozirda ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni ro'yxatdan o'tkazish jarayoni to'liq elektron shaklga o'tgan. Bu davlat xizmatlari markazlari orqali yoki YAIDXPda shaxsiy kabinet orqali amalga oshiriladi. Endi sizga faqatgina shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport va mavjud bo'lsa, mulkka tegishli eski hujjatlar kerak bo'ladi. Qolgan barcha tekshiruvlar, ma'lumotlar almashinuvi, masalan, soliq idorasi, ichki ishlar bo'limi, mahalla qo'mitasi bilan avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Masalan, Sirdaryo viloyatidan pensiyadagi Bobur amaki o'zining dala hovlisini nabirasiga hadya qilmoqchi. Ilgari u yer uchastkasining kadastr pasportini yangilash, keyin notariusga borish, keyin esa buni yana kadastrda ro'yxatdan o'tkazish uchun bir necha marta borib kelishiga to'g'ri kelardi. Har bir idorada navbat kutish, turli balankalarni to'ldirish uning sog'ligiga ham ta'sir qilardi. Endi u faqat davlat xizmatlari markaziga pasporti bilan boradi, ariza to'ldiradi. Kerakli hujjatlarni, masalan, dala hovlisiga tegishli eski qog'ozli hujjat agar mavjud bo'lsa topshiradi. Qolgan barcha jarayonlar, ya'ni yer uchastkasining chegaralarini aniqlash, qiymatini baholash va ro'yxatdan o'tkazish davlat xizmatlari markazi xodimlari tomonidan amalga oshiriladi. Bobur amakidan ma'lum bir muddatdan keyin tayyor kadastr pasporti va egalik huquqi guvohnomasini olish uchun kelish so'raladi. Jarayonning soddaligi uning uchun katta qulaylik yaratadi va vaqtini tejaydi. Ma'lumotlar bazasining unifikatsiyasi va shaffoflik endi barcha mulklar haqidagi ma'lumotlar yagona elektron bazada jamlanadi. Bu korrupsiyaning oldini oladi va mulk haqida ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Har bir mulkning o'ziga xos kadastr raqami bo'ladi. Bu esa uning holatini kuzatishni osonlashtiradi. Bu yagona elektron baza davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuvini tezlashtiradi va fuqarolar uchun keraksiz hujjatbozlikni kamaytiradi. Bundan tashqari, siz o'z mulkingiz haqidagi asosiy ma'lumotlarni bemalol onlayn tekshirishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar, tuzoqlar
va ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlar har bir qonunda bo'lgani kabi, bu yangi qonunda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar va ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Buyurt. O'zboshimchalik bilan egallangan yerlarni qonuniylashtirish bo'yicha cheklovlar. Garchi qonun amnistiyani nazarda tutsa-da, bu hamma yerlarni ham qonuniylashtirish mumkin degani emas. Quyidagi hollarda sizga rad javobi beriladi. Maxsus maqsadli yerlar. Agar siz egallab olgan yer umumiy foydalanishdagi yerlar, ko'chalar, maydonlar, istirohat bog'lari, bolalar maydonchalari, suv muhofazasi zonalari, himoyalanadigan tabiiy hududlar, qo'riqxonalar, milliy bog'lar, tarixiy madaniy meros obyektlari joylashgan yerlar, transport va muhandislik kommunikatsiyalari zonalari, gaz quvurlari, elektr tarmoqlari, kanalizatsiya kollektorlari yuqori kuchlanishli simlar osti hududida bo'lsa, uni qonuniylashtirish imkonsiz. Masalan, siz qishlog'ingizdagi jamoat bog'ining bir qismiga, ya'ni davlatga tegishli yerga noqonuniy ravishda qurilish qilib qo'ygan bo'lsangiz, yangi qonun bu holatni qonuniylashtirishga yordam bermaydi. Bunday holatda mutasaddilar sizdan qurilishni o'z hisobingizdan buzib tashlashingizni talab qilishga haqli. Buzilishga tushgan hududlar. Hukumat qaroriga asosan buzilishi belgilangan hududlardagi mulklarni qonuniylashtirishga yo'l qo'yilmaydi. Bu yerlar kelajakda ijtimoiy obyektlar, maktab, bog'cha, shifoxona yoki yangi loyihalar, ko'p qavatli uylar, zamonaviy infratuzilma uchun ajratilgan bo'lishi mumkin. Boshqa fuqarolar yoki yuridik shaxslarga tegishli yerlar. Agar sizning noqonuniy qurilishingiz boshqa birovning mulkiga yoki uning belgilangan chegaralariga daxl qilsa, qonuniylashtirish mumkin emas. Bunday holatda qo'shni bilan kelishuvga erishishingiz yoki sud orqali masalani hal qilishingiz kerak bo'ladi. Kelishuvga erishilmasa, u sudga murojaat qilib, mulkingizni buzdirishi yoki yerini qaytarib olishga haqli. 2. Muddatlar va jarimalar. Qonuniylashtirish uchun belgilangan muddatlar mavjud. Bu muddatlar ichida murojaat qilmaslik qo'shimcha jarimalarga yoki mulkni yo'qotish xavfiga olib kelishi mumkin. Masalan, agar sizga yangi qurilish uchun ruxsatnomani muddat olmaganingiz uchun kadastr mutaxassislari murojaat qilishgan bo'lsa, siz ma'lum bir muddat ichida murojaat qilib, jarima to'lab masalani hal qilishingiz kerak. Muddatni o'tkazib yuborsangiz, jarima miqdori oshishi yoki hatto mulkni o'zboshimchalik bilan qurilgan deb topib, sud orqali buzishga qaror qilinishi mumkin. Qonunda odatda birinchi ogohlantirishdan keyin 30 kun, keyin 6 kun kabi muddatlar belgilanadi. Shuning uchun imkon boricha tezroq harakat qilish zarur. Bunday holatlar sud amaliyotida ko'plab uchraydi va o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlarni buzdirish haqidagi sud qarorlari minglab mulkdorlarga nisbatan chiqarilmoqda. 3. Kadastr qiymatini baholashdagi nozikliklar. Qonuniylashtirilgan mulk uchun bir martalik yig'im kadastr qiymati asosida hisoblanadi. Bu qiymat odatda bozor narxidan ancha past bo'ladi, lekin uning hisoblash mexanizmi tushunarsiz bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda mutaxassislar tomonidan noto'g'ri baholash holatlari uchraydi. Agar siz kadastr qiymati oshirib yuborilgan deb hisoblasangiz, uni qayta baholatishni talab qilish huquqingiz bor. Bu jarayon qo'shimcha vaqt va mablag' talab qilishi mumkin. Ammo katta farq bo'lganda bunga arziydi. Kadastr agentligining baholash me'yorlari va metodologiyasi ochiq e'lon qilingan bo'lishi kerak. Ular bilan tanishish orqali siz baholashning to'g'riligini mustaqil ravishda tekshirishingiz mumkin. Zarurat tug'ilsa mustaqil baholash kompaniyasiga murojaat qilib, ularning xulosasini taqdim etishingiz mumkin. 4. Texnik xatolar va ularning oqibatlari elektron tizimda ma'lumotlarni kiritishda yoki kadastr xodimlari tomonidan o'lchovlar o'tkazishda texnik xatolar bo'lishi mumkin. Masalan, sizning yer uchastkangiz chegaralari noto'g'ri belgilanishi yoki binoning umumiy maydoni xato hisoblanishi mumkin. Bunday xatolar kelajakda mulkingizni sotishda, garovga qo'yishda yoki boshqa operatsiyalarni amalga oshirishda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun kadastr hujjatlarini qabul qilib olayotganda barcha ma'lumotlarni, xususan yerning maydonini, binoning konfiguratsiyasini va kadastr raqamini diqqat bilan tekshiring. Xarita sxemasini ham sinchkovlik bilan ko'rib chiqing, chegaralar to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar xato topsangiz, darhol davlat xizmatlari markaziga yoki bevosita kadastr agentligiga murojaat qilib, tuzatishni talab qiling. Bu xatolarni keyinchalik tuzatish ancha qiyin bo'lishi mumkin. Chunki
uchinchi shaxslarning huquqlari aralashib ketishi ehtimoli bor. 5. İştirokchilarning huquq va majburiyatlari qonun nafaqat mulkdorlarga, balki davlat organlariga ham ma'lum majburiyatlar yuklaydi. Kadastr agentligi xodimlari sizning murojaatingizni belgilangan muddatda ko'rib chiqishga, shaffoflikni ta'minlashga va sizga to'liq ma'lumot berishga majbur. Agar ularning xatti-harakatlaridan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga kadastr agentligining viloyat yoki respublika boshqarmasi yoki prokuraturaga shikoyat qilish huquqingiz bor. Misol uchun, Toshkent shahrida yashovchi fuqaro Alisher aka o'z uyining hujjatlarini rasmiylashtirish uchun murojaat qildi. Ammo kadastr agentligi mutaxassis sababsiz 3 oydan beri uning arizasini ko'rib chiqmayapti. Alisher aka davlat xizmatlari markazi orqali yoki YIDXda bu holat bo'yicha shikoyat qoldirishi mumkin. Shuningdek, u adliya organlariga murojaat qilib, o'z huquqlarini himoya qilishni so'rashi mumkin. Davlat organlari har bir fuqaroning murojaatini e'tiborsiz qoldirishga haqli emaslar. 6. Ipoteka va garovga qo'yishdagi o'zgarishlar. Endi rasmiylashtirilmagan mulkni garovga qo'yish yoki ipoteka sifatida ishlatish imkonsiz bo'ladi. Banklar va boshqa moliyaviy tashkilotlar faqat qonuniy rasmiylashtirilgan kadastr bazasida aks etgan mulklarni garovga qabul qiladi. Bu shuni anglatadiki, agar siz biznesingizni kengaytirish uchun kredit olishni rejalashtirgan bo'lsangiz va garov sifatida o'z uyingizni ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, lekin u rasmiylashtirilmagan bo'lsa, sizga kredit berilmaydi. Banklar o'z risklarini kamaytirish uchun faqatgina qonuniy hujjatlarga ega mulklarni talab qiladi. Shuning uchun har qanday moliyaviy rejalaringizni amalga oshirishdan oldin mulkingizni to'liq qonuniylashtirishga e'tibor bering. Bu shuningdek mulkingizning bozor qiymatini ham oshiradi, chunki qonuniy mulk har doim qonuniy bo'lmagan mulkdan qimmatroq baholanadi. 7. Meros qoldirish va hadya qilish masalasi. Rasmiylashtirilmagan mulkni meros qoldirish yoki hadya qilishda juda katta muammolar yuzaga keladi. Marhumdan qolgan mulk agar uning nomida rasmiylashtirilmagan bo'lsa, merosxo'rlar uni o'z nomlariga o'tkaza olmaydilar. Bu holatda sud orqali mulkni egallab olish faktini tasdiqlash yoki noqonuniy qurilishni buzishga hukm chiqarish kabi qiyinchiliklar tug'ilishi mumkin. Masalan, Samarqandda yashovchi bir oila marhum otasidan qolgan uyni rasmiylashtirishda katta qiyinchiliklarga duch keldi. Chunki uy qonuniy hujjatlarga ega emas edi. Merosxo'rlar notariusga murojaat qilishganida ularga hujjatlar yo'qligi sababli rad javobi berilgan. Endi yangi qonun bunday holatlarni osonlashtirgan bo'lsa-da, baribir avval mulkni o'z nomingizga to'liq rasmiylashtirish. Keyin esa uni meros qoldirish tartibi ancha oson va kafolatli. Har bir mulkdor o'zining kelajagini va oilasining farovonligini o'ylab, bu masalaga jiddiy e'tibor qaratish kerak. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Endi keling. Shu qadar muhim ma'lumotlarni eshitganingizdan so'ng, aniq qanday harakat qilishingiz kerakligini birma-bir ko'rib chiqaylik. Bir qadam. Mulk hujjatlaringizni tekshirish. Barcha mavjud hujjatlarni to'plang. Uy-joyga, yer uchastkasiga tegishli qog'oz shaklidagi barcha hujjatlaringizni, xususan oldi-sotdi shartnomalari, hadya shartnomalari, meros huquqi to'g'risidagi guvohnomalar, yer ajratish to'g'risidagi hokimlik qarorlari, eski kadastr hujjatlari, texnik pasportlar, qurilishga ruxsatnomalar va boshqalarni bir joyga jamlang. Hech qanday qog'oz parchasi arzimas deb o'ylamang. Har biri muhim bo'lishi mumkin. Chunki ular sizning mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi dalil vazifasini bajaradi. Ular orasida eng kichik ma'lumotnoma ham qonuniylashtirish jarayonini osonlashtirishi mumkin. Mulkning mavjud holatini baholang. Uyingizga qo'shimcha qurilishlar kiritilganmi? Masalan, verandani yopib, uni xonaga aylantirganmisiz? Yoki yer uchastkangiz chegarasi kadastr hujjatlarida ko'rsatilgandan farq qiladimi? Ya'ni qo'shni bilan kelishilgan holda yerning bir qismini o'zlashtirganmisiz? Kadastr bazasida sizning mulkingiz haqida ma'lumot mavjudmi? Buni tekshirish uchun davlat xizmatlari markaziga yoki YDX orqali so'rov yuborishingiz mumkin. YDXda siz mulk manzilingizni kiritib, u haqida qanday ma'lumotlar borligini ko'rishingiz mumkin. Bu sizga mulkingizning hozirgi huquqiy holatini aniqlashga yordam beradi va keyingi qadamlarni belgilash uchun asos bo'ladi. 2 qadam. Ariza berish joyi va usulini tanlash. Davlat xizmatlari markaziga tashrif buyuring. Agar siz raqamli texnologiyalar bilan unchalik tanish bo'lmasangiz, eng ishonchli yo'l yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markazi shaxsan tashrif buyurish.
U yerda malakali xodimlar sizga to'liq yordam berishadi. Arizani to'ldirishda ko'maklashadi va savollaringizga javob beradi. Pasportingiz va to'plagan hujjatlaringiz bilan boring. Qo'shimcha ravishda mulkingiz joylashgan joyning manzili va boshqa aniq tafsilotlarni yodlab oling. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali YIDXP orqali murojaat qiling. Agar siz internetdan foydalana oladigan faol foydalanuvchi bo'lsangiz, myTongap.uz sayti orqali onlayn murojaat qoldirishingiz mumkin. Buning uchun sizda elektron raqamli imzo bo'lishi kerak. Har qanday davlat xizmatlari markazidan yoki imzo markazlaridan olinadi. Bu eng tez va qulay usul hisoblanadi. Chunki u sizning vaqtingizni tejaydi va navbat kutishdan xalos etadi. Portalda ko'rsatilgan ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish xizmatini tanlang va ko'rsatmalarga amal qiling. 3 qadam. Hujjatlarni topshirish va ma'lumotlarni taqdim etish. Kerakli hujjatlar: shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, ID karta. Agar mavjud bo'lsa, mulkka tegishli barcha eski hujjatlar, yuqorida sanab o'tilgan oldi sotdi, hadya shartnomalari, hokim qarorlari va b. Mulkni qonuniylashtirish yoki ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi ariza davlat xizmatlari markazida xodim yordamida yoki YIDXPda elektron shaklda to'ldiriladi. Agar vakil orqali harakat qilayotgan bo'lsangiz, notarial tasdiqlangan ishonchnoma, undagi vakolatlar aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Ma'lumotlarni aniq taqdim eting. Ariza to'ldirishda yoki xodimga ma'lumot berishda hech narsani yashirmasdan aniq va to'g'ri ma'lumot bering. Kichik bir noto'g'ri ma'lumot ham jarayonni sekinlashtirishi yoki arizangiz rad etilishiga olib kelishi mumkin. Bu jarayonni tezlashtiradi va keyinchalik muammolarning oldini oladi. 4 qadam: to'lovlarni amalga oshirish. Davlat boji va yig'imlar mulkni rasmiylashtirish uchun qonunda belgilangan davlat boji va bir martalik yig'imlar mavjud. Bu to'lovlar mulkning kadastr qiymati, turi va maydoniga qarab farq qilishi mumkin. Davlat xizmatlari markazida yoki YIDXPda sizga aniq hisob-kitob qilib berishadi. To'lovni bank orqali, davlat xizmatlari markazi kassasi orqali yoki elektron to'lov tizimlari, masalan, Payme, Klik va Haq orqali amalga oshirish mumkin. Misol uchun, 100 kvadrat metr maydonli o'zboshimchalik bilan qurilgan uy uchun bir martalik yig'imning miqdori o'rtacha ish haqining bir necha barobarini tashkil qilishi mumkin. Ya'ni Toshkent sharoitida 5-10 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu shunchaki taxminiy raqam, aniq qiymatlar mutaxassislar tomonidan hisoblanadi va to'lov kvitansiyasida aniq ko'rsatiladi. 5 qadam: jarayonni kuzatish va hujjatlarni qabul qilish. Arizangizning holatini kuzatib boring. Agar siz YIDXP orqali murojaat qilgan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetingiz orqali arizangizning holatini onlayn kuzatib borishingiz mumkin. U yerda har bir bosqichning holati va mas'ul ijrochi ko'rsatib boriladi. Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilgan bo'lsangiz, sizga berilgan ro'yxatga olish raqami orqali markazga qo'ng'iroq qilib yoki yana tashrif buyurib ma'lumot olishingiz mumkin. Ba'zi hollarda kadastr agentligi mutaxassislari joyga chiqib o'lchovlar o'tkazishi mumkin. Bu haqda sizga xabar beriladi. Tayyor hujjatlarni qabul qilib oling. Belgilangan muddat, odatda 5 ish kuni, ba'zi murakkab holatlarda ko'proq bo'lishi mumkin. O'tgach, sizga mulkning yangi kadastr pasporti va egalik huquqini tasdiqlovchi guvohnoma beriladi. Hujjatlarni qabul qilib olayotganda barcha ma'lumotlarni diqqat bilan tekshiring. Ism-sharifingiz, pasport ma'lumotlaringiz, mulk manzili, maydoni, kadastr raqami va mulkning holati to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Xato yoki noaniqlik bo'lsa, darhol xodimga xabar bering va tuzatishni talab qiling. Qo'shimcha maslahatlar: mutaxassis bilan maslahatlashing. Agar vaziyat murakkab bo'lsa, masalan, yer bilan bog'liq uzoq yillik nizolar, meros masalalari bo'yicha bir nechta merosxo'rlar ishtirok etishi, bir nechta egalik, albatta malakali yurist yoki kadastr bo'yicha mutaxassis bilan maslahatlashing. Bu sizni ortiqcha xarajatlar va asabiylikdan saqlab qoladi. Shuningdek, huquqiy xavfsizlikni ta'minlaydi. Axborotni kuzatib boring. Qonunchilik vaqti bilan o'zgarishi mumkin. Kadastr agentligi saytini, Davlat xizmatlari agentligining rasmiy sahifalarini, shu kabi ishonchli YouTube kanallarini kuzatib boring. Yangiliklardan xabardor bo'lish har doim foydali. Sabrli bo'ling. Jarayon soddalashgan bo'lsa-da, ba'zi hollarda hali ham kuchga qo'shimcha ma'lumot taqdim etishga to'g'ri kelishi mumkin. Sabrli bo'ling va barcha ko'rsatmalarga amal qiling. Agar muddati asossiz ravishda cho'zilsa, yuqorida aytilgan shikoyat mexanizmlaridan foydalaning.
Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar, bugun biz kuchga kirgan yangi qonun va uning ko'chmas mulk egalariga ta'sirini atrofcha muhokama qildik. Ushbu qonun mulkni rasmiylashtirish jarayonini sezilarli darajada soddalashtirib, uni raqamlashtirish orqali shaffof va tezkor qilishga qaratilganligini tushundik. Shu bilan birga biz istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan nozik jihatlar va siz amal qilishingiz kerak bo'lgan aniq amaliy qadamlarni ham ko'rib chiqdik. Mulkingizning huquqiy holatini tartibga solish orqali siz uni kelajakda har qanday muammodan himoya qilasiz. Erkin tasarruf etish imkoniyatiga ega bo'lasiz va uning qiymatini oshirasiz. Unutmang, ushbu ma'lumot sizning huquqiy savodxonligingizni oshirishga va mulkingizni himoya qilishga qaratilgan. Vaqtni boy bermang. Bugunoq o'z mulk hujjatlaringizni tekshirishni boshlang va kerak bo'lsa, yuqorida aytilgan qadamlarga amal qiling. Bu video siz uchun foydali bo'lganiga umid qilaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa foydalanuvchilar uchun ham juda foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz birgalikda huquqiy savodxonligimizni oshiramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha